Assalomu alaykum to'rdoshlar. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Zimin bizga Paris. O'ylab yiqinglar. Millatning erkiy qirg'inchilik uchrayotsa, mangla daptaranshgan yerda yurmaysa degan gap. Ayrim xodamda chet elliklar, mushu qarindosh millatlar shunday so'z qoldirdi. Nima degan bir qop-quruq Facebooklaringlar bor, hayron qolamiz deydi. Ularning quliqiga vatanning ovozi kirmabdi, qarindoshlarımızın ovozi kirmabdi deb qo'ydim. Bu mening haqiqiy ko'z qarashim. Mushu zulmga uchrayotgan vatanning ichida zulmga uchrayotganlarga qo'l yordam qo'limizni sunamizakmı chet elda, bo'libmi Turkiyada yashayotgan qarindoshlarning ichidagi ig'ir masalalarga quloq selishimiz kerak. Aşılarımız sizlarning qarindoshlarыңlar. Aile zo'ravonligiga qarshi turman, ham Uyg'ur analarının o'rnidan qo'pib ketishiga yar yulak bo'laman. Bu mening samimiy iltimosim, men manglarning ovoz qo'shishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga.